O'zi geometriya, uchburchakda burchaklar mavzusi. Ikkinchi test. Birinchi savol. Bu savolimizda alfani qiymatini topishimiz kerak ekan. Uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus degan qoidadan foydalansak, uchala burchakni qo'shadigan bo'lsak, alfalarni hisoblasam alfa, 3 alfa va 2 alfa jamisi 6 ta alfa bo'lar ekan. Xo'p, endi va minus 27 ham bor. Bularni hisoblasak 180 chiqishi kerak. Endi bu yerdan tenglikdan 6 alfani topadigan bo'lsam, ya'ni 27 qo'shilib ketadi. 6 alfa teng 180 ga 27 ni qo'shadigan bo'lsak 207. Xo'p, 207 ni 6 ga bo'lamiz. Alfa teng, xo'p, 207 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, butun son chiqmaydi menimcha. Xo'p, 30 chiqadi hozir. 207 bo'lingan 6. 34,5 chiqar ekan. 34,5. Demak, to'g'ri javob C javobi. Keyingisi. Ikkinchi savolimiz. Ikkinchi savolimizda A burchagimiz 90 gradus, B va C burchaklarini alfa orqali ifodalayapti. Demak, bularning hammasining yig'indisi 180 gradusga teng. Mana shu qoidadan kelib chiqadigan bo'lsak, alfalarni hisoblasam 5 ta alfa. Xo'p, endi graduslarni hisoblasam 30 dan 20 ni ayirsam 10 bo'ladi. 10 qiymati teng. Yana bor, boshida 90 ham bor. 90 gradus. Xo'p, teng 180. Xo'p, bu yerda 90 bilan 10 100 bo'ladi. 180 dan ayirsam 80 qoladi. Ya'ni 5 ta alfa teng ekan 80 ga. Bu yerdan alfaning qiymatini topsam 16 bo'ladi. 16. To'g'ri javob B javob. Keyingisi. Uchinchisida uch burchakning tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchakning yig'indisiga teng degan qoidadan foydalansam, hop, bu burchak bilan bu burchakning yig'indisi 4 ta alfa bo'lishi kerak. Demak, yozaman. 4 ta alfa teng. Buni alfalari 3 ta alfa va 25 gradusimiz ham bor. Xo'p, endi 4 alfadan 3 alfani bu yoqqa olib o'tsak, ayirsak, alfani o'zi qoladi. Alfa teng, bu tarafda 25 bor. Demak, qiymati 25 ekan. D javob. Keyingisi. To'rtinchisi. To'rtinchisida uch burchakning tashqi burchaklar yig'indisi 360 gradus degan qoidamiz bor. Mana shundan foydalansak, alfalarni hisoblayman. 5 ta alfa, hop, minus 20 va 5 gradusimiz ham bor. Bu minus 15 bo'ladi. Teng 360 ga. Bu yerdan 5 alfani topsak, 360 ga 15 ni qo'ysak, 375. Alfani o'zini topaman desam, 375 ni 5 ga bo'lishim kerak. 73 bo'lish kerak qiymatlar adashmasam, 73. To'g'ri javob 73 emasmi? Hozir 73 emas, 75. To'g'ri, ha. 375 ni 5 ga bo'lsak, 350 ning ichida 70 ta bor. Yana 25 bor, 5 ta 75. To'g'ri javob C javob. Keyingisi. 5. 5 ta uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus degan qoidamiz bor. Shundan foydalansak, bu to'liq burchagimiz, bu burchagimiz va bu burchagimiz yig'indisi 180 gradus chiqishi kerak. Demak, alfaga qo'shaman. Bo'ladi 62 ga 46. 108, 108 ga 50, 158 bo'lar ekan. Teng 180 ga. Bundan alfani topsam, 180 dan 158 dan ayirsa 22 bo'ladi. To'g'ri javob B javob. Keyingisi 6. 6 da A, D, E uch burchakka e'tibor beradigan bo'lsak, bu burchagimiz necha bo'ladi? 60 ga 70, 130. Demak, bu yerga 50 gradus qolyapti. Endi katta uch burchakka A, B, C uch burchakka e'tibor bersak, ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus. Alfa qo'shilgan 55 ga 50 imiz 105 bo'ladi. Teng 180. Bu yerdan alfaning qiymatini topsam 75 bo'ladi. To'g'ri javob E javob. Keyingisi.
7. 7da 3 burchakning ikkita ichki burchaklar yig'indisi bitta tashqi burchak yig'indisi teng bo'ladi. Ya'ni mana bu burchakning yig'indisi hop 50 bilan 10 ning yig'indisiga, ya'ni 60 ga teng. Bu burchagimizga 20 bilan 35 55 bo'lib qoladi yig'indisi. Hop, endi bu ABC uchburchakning ichki burchaklar yig'indisini topsam, alfa teng 55 ga 60 qo'ysam 115. Demak, alfaga necha qoladi? 115 bo'lsa 65 qolsa kerak menimcha. 65 C javob. Keyingisi 8-savol. Bunda 86 alfa va bu 2 alfa minus 14 qo'shib chiqsak, o'rtadagi burchak 5 alfaga teng bo'ladi. Tenglikni yozaman. 5 ta alfa teng. Hop, alfalarni hisoblasam 3 ta alfa bor. Hop, graduslar hisoblasam 86 dan 14 ni ayirsak 72 bo'ladi. 3 alfa bu yoqqa ayirish bo'lib o'tsa 2 ta alfa teng 72. Alfani o'zining qiymatini topsam 36 bo'ladi. To'g'ri javob D. Keyingisi 9-savol. Hop, bu bo'yicha ham tayyor formula bor. Buni keltirib chiqarish ham mumkin. Ya'ni ichga ikkita burchagimizni bisektrisalari tutashyapti va bular orasiga alfa burchak nimaga teng deganda bizda formula bor edi. Alfamizning qiymati teng ekan. Hop, buni x bilan belgilab olsak, ya'ni 60 ni, ya'ni yuqoridagi burchagimiz 90 plus x taqsim 2. Agar bu tashqarida bo'lsa, minusli bo'lardi-ya. Hop, mana shu bo'yicha ketadigan bo'lsak, alfaning qiymati hozir x o'rniga 60 ni qo'yadigan bo'lsam, 2 ga bo'lsam 30, 30 ni qo'ysam, alfaning qiymati 120 chiqadi. To'g'ri javob C. Keyingisida 10-savolda ham xuddi shuni qo'llasak, faqat endi bu yerda o'rtadagi burchakning qiymatini beryapti. Buni topishimiz kerak ekan. Demak, 150 teng 90 plus alfa taqsim 2. Hop, 2 mahraj berib tashlab yuborsak mahrajini 2 ga ko'paytirsam bu 300. Birimiz 180 plus alfa. Bu yerdan alfani topsam 300 dan 180 ni ayirsak 120 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob D. Hop, keyingisi. Keyingi savolimizda xuddi shu qoidaga qo'yishimiz mumkinmi? Yo'q. Chunki bu chiziqlarimiz bisektrisa bo'lmayapti. Shuning uchun u qoidaga qo'ya olmaymiz. Lekin boshqacharoq ishlasak bo'ladi. Aytaylik, buni x desam, bu joyimiz ham x bo'ladi. Buni y desak, bu joyimiz ham y bo'ladi. Endi hop, mana yerdagi ABD uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus degan qoidadan foydalansam, hozir bu yerda x plus y plus 108 imiz 180 ga teng bo'lishi kerak. Mana shu yerdan x plus y ni topsam, 108 ni ayırsam 72 bo'ladi. Demak, x plus y ni qiymati 72. Hop, endi katta ABC uchburchagimiz, ya'ni bu ABC uchburchagimizning ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, hop, ikkita x'imiz bor ekan. Ikkita hop x'imiz bor. Bunga ikkita y ni qo'shamiz, ya'ni bu yerda ikkita y, ikkita x va alfa bor. Buni yig'indisi 180 chiqishi kerak. Bu yerda bizda x plus y ni qiymati bor edi. Endi 2 barobar necha bo'ladi? 144 bo'ladi. Hop, endi bu yerdan alfani topadigan bo'lsam, alfaning qiymati 180 dan 144 ni ayirsak 36. Demak, to'g'ri javobimiz B bo'ladi. 36 gradus. Bizdan shu alfani so'ragan edi.
Endi 12-savol. 12-savolda hozirgi qoida borku, ichkaridagi bisektrisalarni tuzashganda hosil bo'lgan burchagimiz. Xuddi shuni tashqarisidagisi, buni ham qoidasi bor. Ichkarisida bo'lganda qo'ysak, tashqarisida bo'lganda ayiramiz. Ya'ni alfani qiymati teng ekan 90 minus mana bu joyimizni burchagini olamiz, ya'ni 80 taqsim 2. Ya'ni bu yerda x bilan bergan edi formulada. Xo'p, endi buni hisoblasam 82 bo'lsam 40, 90 dan ayirsak 50 bo'ladi. Demak, alfani qiymati necha ekan? 50 gradus ekan. To'g'ri javob D. Keyingisi 13 xuddi shu qoidaga tushadi, faqat bizda alfani qiymatini berib qo'yapti, tepadagi x. Ya'ni bu yerda alfa degani bilan alfa bo'lib qolmaydi, formuladagi x ni beradi bu. Demak, 70 teng 90 minus alfa taqsim 2. Endi bu yerda alfa taqsim 2 ni chap tarafga olib o'tsak, alfa taqsim 2 musbat bo'lib qoladi. 70 ni o'ng tarafga olib o'tsak, ayirish bo'lib 20 bo'ladi. Alfani o'zini topsam 2 ga ko'paytirsak 40 chiqadi. To'g'ri javob 40. Bu S javobga kelyapti. Keyingisi 14. 14 ham xuddi shu qoidaga tushadi. Endi bu yerda alfani o'rnida 3 alfa kelyapti, x ni o'rnida nima kelyapti? 2 alfa, ya'ni bu x bo'ladi, bu alfa. Shunga formulaga qo'yayotganimizda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu bisektrisalar hosil qilayotgan burchagimiz alfani beradi. Buni qarshisidagi tomon, qarshisida ro'parasida turgan burchagimiz x ni beradi, ya'ni formuladagi x ni. Shuni adashtirib, o'rnini alishtirib qo'ysak, javobimiz noto'g'ri chiqib qoladi. Demak, formulaga qo'yaman. Ya'ni bu alfani o'rniga 3 alfani joylashtiryapman. Teng ekan 90 minus 2 ta alfa taqsim 2. Xo'p, 3 ta alfa teng 90, 2 ga bo'lsa minus alfa bo'ladi. Xo'p, minus alfani bu yoqqa olib o'tsak, ya'ni chap tarafga olib o'tsak, plus bo'ladi. 4 ta alfa teng 90. Bu yerdan alfani topish mumkin. Alfa teng 90 ni 4 ga bo'lsak, mana bu B javob chiqsa kerak, ya'ni 90 taqsim 4, 2 ga qisqartirsam 45 taqsim 2 yoki 22,5. Bizda B javobda berilyapti to'g'ri javob. 15-savol. Xo'p, 15-savolimizda alfani qiymatini topishimiz kerak ekan. Bu yerda AC va CD tomonlarimiz teng ekan va 3 ta burchakni beryapti. Xo'p, biz hozir bu 70 ga 40 ni va bu burchakni qo'ysak 180 chiqishi kerak. Demak, hozir bu burchakni topish imkoniyati bor. Yuqoridagi A burchagini. 70 ga 40 ni qo'shsam 110. Demak, bu yerda ham necha bo'ladi? 70 bo'ladi. 110 ga 70 qo'shsa, keyin 180 bo'ladi. Xo'p, endi e'tibor bersak, bu burchagimiz bilan bu B, ya'ni A burchagi bilan B burchagimiz o'zaro teng ekan. Demak, bu tengyorlik ekan. Demak, bu yerimiz ham ikkita chiziqcha bilan belgilanib tengyorlik bo'ladi. Xo'p, shunda bu BCD uchburchagimizga e'tibor bersak, ya'ni mana shu BCD uchburchagiga e'tibor bersak, ikkinchi, ya'ni mana bu B burchagi, noma'lum burchagimiz ham 75 bo'ladi, chunki bu tengyorlik bo'lyapti. Endi uchburchakning ichburchaklar yig'indisi 180 gradus degan qoidadan foydalansak, alfa qo'shilgan 2 ta 75 150 teng 180 bo'ladi. Bu yerdan alfani qiymatini topsam, 180 dan 150 ni ayirsak 30 bo'ladi. To'g'ri javob 30. B javobi berilyapti. Keyingisi 16-oxirgi savolimiz. Bunda ham eng birinchi e'tibor beradigan jihatimiz tengyorlik ekanligiga. Xo'p, tengyorlik bo'lsa, bu joyimizda alfa desam, yo'q, alfa deya olmayman ekan, chunki D burchagida alfa bilan beryapti. Bizdan alfani so'rayapti. X deylik. Bu joyimiz ham x bo'ladi. Va bu yoyiq burchakligidan foydalansak, 2 ta 70 bilan x ni qiymati, ya'ni hammasini qo'ysak 180 bo'lishi kerak. Xo'p, bu yerdan x ni topish mumkin. 2 ta 70 imiz 140, 180 dan 140 ni ayirsak 40 bo'ladi. Demak, x ni qiymati 40. Xo'p, endi bizda qoida bor edi. Uchburchakning bitta tashqi burchagi va bunga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchaklar yig'indisi o'zaro teng degan. Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsa, alfani qiymati 2 ta x ga teng bo'ladi. 2 ta x imiz 80 bo'ladi.
To'g'ri javob C. Demak, uchburchakda burchaklar mavzusi bo'yicha ikkinchi testimiz ham yakunlandi. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.